Olavering. Ha, olavering. Lekin bitta olib qo'yasiz. Muzlaydi. Kartibek. Gaplashmay olib ketadi. Mana. Shu tortani teparoqqa ko'taramiz. Shundan keyin oyoqni keng olamiz. Mana. Uchinchi tenglashib turib, yana pastga qarab tushiramiz. Shimar. Mana kamari bo'ladi, kamari. Kamarida bo'ladi. O'zim unday kelsam bo'ladi, lekin men uchun xavfliroq mana. Lopa tushib qoladigan sharmanda bo'ladi. Shularga Kamar grupasidan Shunday holatda to'g'ri qadam olamiz. Kamar. qancha yurtalik Xullas buni tortib turib, adresni bu yog'iga pullar, pasportlar bu yog'iga masofa bo'laveradi. nimaga ala? Aşağıda mevcut iki tane var. Oling bölgesi. İkinci masada bir tamam uzunroq bo'ladi, bir tamam kaltaroq bo'ladi. Buni bagiga tiqamiz. Mana olib tashlab olamiz. Endi yana bitta yo'li bor. Tuymasi qanday buni? Tuymasi. Mana bunday qilib turib, tuymasi mana bunday qilib olsa ham bo'ladi. Ilmagina. O'zini ilmagini. Tahorat keladigan bo'lsak, tahorat kelsak, buni yechamizda ilib qo'yib, yelkamizni ilib, tahorat qilaveramiz. Hozir kelishini ilib qo'ysam bo'ladi. Aslida pastga yechib yubormash kerak. Yechib olsa, badalini to'laydi. Shunga endi boradigan bo'lsak, uyga yoki dam oladigan bo'lsak, tahlab turib oldimizga tashlab ularamiz. Shunga ikkinchi olmaymiz buni. Uxlaydigan bo'lsa yoki uxlab dam olganda hozir kelganda shunday holatda bo'ladi. Shu eron kechki bo'ladi. Lekin sochni oldirmasdan turib yechib olmaymiz. Oldin sochni oldirib olamiz, chiqib, undan keyin sochni oldirib mana shu yo'lni ustini sochni kiyib olamiz. Yana umra qiladigan bo'lsak, usul qilib xuddi shuni ehromni kiyib Oysha onamiz boshqa tanainga borib 2 rakat namoz o'qib kelib, xatiyani shu tavof qilib, Safo Marva qila olamiz. Buralar Endi bitta masalasi bor. Haramga Ka'batullohning atrofiga ust sochdan kirgizmaydi. ana shuni so'ramoqchi edim endi. Bunga avliyo olib qo'yganman-da. Mashalloh. Buni ust sochdan kirgizmaydi. Siz undan niyat qilmagan bo'lsangiz, ehromni ichidan tursinglar, futbolga ketib, tepasida tashlab kira olasiz. Ha. Balki shu alalaman deymiz, Ka'batulloh turib, ushlayman deydi, Hajarul Asvad o'paman deydi, ashla atrofida yuraman deydi-da. Shunda bu ehromga ketish orasida uning ichida tuz kiysida bo'laveradi. Lekin bularning o'zida umra qilishga bo'lmaydi. Tuzga kelib, do'pga kelib bo'lmaydi. Keyin aytadigan narsalardan sunnatlari ularning zamzam suv ichishlik. Mana Hajarul Asvad bor o'paman deb ko'p odam mayib bo'lib qoladi. U yerda bunaqa olov, mindi. Qis chiqarib, chig'anoqni urib yuboradi, dang'illadi, kalla qo'yib yuboradi. Mana shu holatlarda mayib bo'lib qolmasligi yosh katta bo'lgan odam borishligi shart emas. Bu bir tosh o'psa qiyomatda shu guvohlik beradi degan, lekin ko'p odamlar shuni borib o'paman deb bir endi mayib qilib keladi. Oyog'i sinib qo'ygan yoki teri kaltaga ko'karib kelgan. Bu odam mindi olib ustiga chiqib ketadi tepalar. Yo chig'anoqni urib yuboradi, mushukni urib yuboradi, ko'p
olomon ishida ayolning olmanga yaxshi bo'ladi uyga. Men misol uchun 10-chi marta kelishim bundaga. Biror marta bormaganman o'tgan ajallashib. Chunki u yerda talpada ko'p odam boraman deb bir marta borgan yana qisli boraveradi. Keyin yana bitta masala aytibdi. Ertalabda tahajjudga ketadi. Men taqvoga o'tib oldim deydi. Tahajjud o'qiydi, bomdod o'qiydi, peshinda asrda xufton o'qib keltirib, ertasigacha bir sutka bo'ladi keyin. Bir sutka bo'ladi. 5 vaqt namoz hammasi qazo bo'ladi. Chunki tugaydi, tamom bo'ladi. Shuning uchun bomdodga borsangiz, bomdoddagi og'zingizga kun chiqqandan keyin choy ichib, keyin Alloh zikr qilib, ozgina dam olib, peshindan oldin ovqatlab olish kerak. Menda restoran ovqat yeyiladi. Keyin peshinga borib kelib, asr shomga qaytib kelib, ovqatlarni iftorga borib qaytib bo'laveradi. Borib bir sutka ichida yurib, aylanib, charchab kelib, o'lguli, keyin ertasiga bir sutka uxlaydiganlar bor. 5 vaqt namoz qazo qiladi. Shunaqa bo'lmasa, qonun qoidasiga rioya qilish kerak. Rahmat.